Diqqat! Fuqarolar ogoh bo'ling. O'zbekistonda bugun tongda dahshatli fojia sodir bo'ldi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Ushbu xabardan u yerda bo'lgan insonlarning oila a'zolari va yaqinlari darhol xabardor bo'lishlari uchun video ostida bir dona like va podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Bugun 12 dekabr kuni Toshkent shahrining Yakkasaroy tumanida yangi qurilayotgan binoda yong'in sodir bo'ldi. Bu haqida poytaxt favqulodda vaziyatlar boshqarmasi xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, soat 01:50 da tumanning Imom al-Termiziy ko'chasida yangi qurilayotgan 2 qavatli binoda yong'in ro'y bergani to'g'risida favqulodda vazifalar boshqarmasiga xabar kelib tushgan. Shunga ko'ra, qutqaruv ekipaji soat 01:54 da voqea joyiga yetib borib, yong'in soat 02:11 da qurshab olinib, soat 02:19 da o'chirilgan. Bildirilishicha, yong'in oqibatida tan jarohat olgan fuqarolar yo'q. Hozirda hodisa sababi va keltirilgan moddiy zarar miqdori aniqlanmoqda, deyiladi xabarda.